ukamni o'g'irlab ketishganiga ham 2 kundan oshdi. Biz esa hech nima qilmasdan o'tiribmiz. To'g'risini aytsam, ukamni Bosniya odamlari o'g'irlab ketganiga men to'g'risi ishonaman va aminman. Chunki u juda ham kuchli va menga qarshi adovati bor edi. Kim dedingiz? Bosniya odamlari. Men sizga ochiqni aytadigan bo'lsam, bu bizning shahardagi eng katta milliarderlardan biri hisoblanadi va unga biz bahs kelishimiz juda ham qiyin. Lekin biz harakat qilamiz, bizga esa sizning yordamingiz kerak bo'ladi. Men qanday yordam kerak bo'lsa, yordam berishga tayyorman. To'g'risi, ukam juda ham menga kerak, u mening jigarim hisoblanadi. Uni qutqarishga har narsaga tayyorman. Bo'lmasam qarang, biz Bosna hozir ma'lumotlarini va Instagram, YouTube barcha ma'lumotlarni ko'rdik va uning shaxsiy agent guruhini ham ko'rdik. U mana shu ikkita bino ortidagi kema qayiqda bugun o'zini ishini boshlar ekan, ya'ni o'zining muhim ishlaridan birini amalga oshirar ekan, shunga post qo'ygan ekan. Biz uni endi o'zimiz kuzata olmaymiz, chunki bizda unga hozir order ham berilgan, hukm ham yo'q. Shuning uchun siz bizning o'rnimizga kuzatasiz. Men kuzatishga tayyorman. Menga faqat avtomat va bir ikkita bronye nimadirlar bersangiz bo'ldi. Sizga biz o'zimiz qurol-yarog' bo'yicha ta'mirlab beramiz, siz esa aytilgan ishni bajarasiz. Bo'ldi, men tayyorman. Bo'lmasam men biroz mana bu yerda tashqarida kutib turaman va menga bronye bersangiz ishni boshlayman. To'g'risini aytganda politsiyachilardan katta umid qilmayotgan edim. Hamma ishni baribir o'zim bitirar ekanman. Biroz kutaychi. Yangiliklarda nima gaplar ekan biroz ko'rib turay. Menga ham bir ikkita qurol-yarog'dan berishadi. Bosniya odamlari ham ko'rinyapti, Bu ularning belgisi, ya'ni ularning hududi. Men pastga bir amallab tushib olishim kerak. Xo'p, pastga bir amallab tushib olaman. Menga esa avtomat va bir ikkita narsalar berishdi. Buni nima qilishim kerakligini men tushunmadim va buni o'rnata olmadim. Menimcha buni mana bu yerdan o'rnatib olsam kerak. Bu avtomatimga juda ham kerakli narsalardan biri ekan. Xo'p, bo'lmasa men sekin o'ng tomondan suvdan borishim kerak. Ana chiqishga joy. Menimcha men o'sha yerdan chiqaman. Sekin borishim kerak. Xo'p, Bosniya odamlari, men esa ukamni qutqarishim kerak. Men ukam ham shu yerda bo'lsa kerak. Bosniya odamlari sezmayapti. Uni otib tashlagan bo'lar edim. Javobgarlikka tortilishim ham mumkin. Tortilishim menimcha aniq. Chunki menda order yo'q. Sekin o'tib ketishim kerak. Nimadir sezgandek bo'ldingmi? Havo yaxshi ekan. Ukam meni sezib qoldi deb o'ylashgan edim. Ukamga nima qildi? Uka, aka, bu yerdan keting. Uka, senga nima qildi? Nima bo'ldi senga? Senga kim nimadir qildi? Kim senga bu ahvolga solib qo'ydi? Tushunmadim, biznesmen senmi? Sizlar Bosniya odamimisizlar? Senga Bosniya gapi bor. Men hech qaysing olib keta olmaysan bu yerdan. Agar hozir ujani tashlamasang bu yerdan sen ham ukang ham tirik chiqmaysizlar. Aka, ularga ishonmang. Ularni otib tashlang. Menga ukam kerak. Ollaring. O'q, hamma narsalarni ollaring. Yaxshi, bo'lmasam sen men bilan yur. Uka, seni olib ketaman. Ketdik. Qayerga borish kerak? Boss, mendan nimani xohlaysan? Qalaysan, biznesmen? Va nihoyat sen bilan uchrashadigan kun ham bor ekan. Boss, mendan nima xohlaysan? Ukamdan nima xohlaysan? Bizni qo'yib yubor. Biz senga hech qanday adovatimiz yo'q-ku. Sen bizning shaharga o'zingcha kelib olib, biznesmen, ya'ni boy odam bo'lib ketding.
bu shunchaki oson emas. Sen menga ishlamasang, bundan buyon hech qayerda biznes qila olmaysan. Balki bu yerdan ham keta olmassan, to'g'rimi yigitlar? Ha, yigitlaringga ham, o'zingga ham bilmadim-ku, lekin meni qo'yib yubor. Yo'q, sen bu yerdan keta olmaysan. Boss, bo'lmasam men hozir uydagilarimga telefon qilib olsam bo'ladimi? Ha, bemalol telefon qilishing mumkin. Ha, alo. Sizni GAIlar eshitadi. Faqat GAImi? Qanaqa GAI? Tezroq yetib kelinglar, meni tutib olishdi. Shu telefonni bu yoqqa ber. Hozir harbiylar va GAI hamma post patrul xizmatlarigacha ham kelishadi. Endi o'zingdan ko'r boss. Yigitlar, bu yerdan ketmasak bo'lmaydi. Biznesmen, sen qara shoshmay tur. Yo'q, bu yerdan keta olmaysizlar. Sen nima qilasan? Men nima qilishimni bilmadim-ku, lekin ujji GAIlarning ovozida eshitilyapti. Boss, bu safar sen usharding. Operatsiya ham bitdi. Operatsiya ham bitdi. Men esa o'zimni ukamni ham qutqarib oldim. Sizni bir qilgan ishingiz xato bo'ldi. Telefon qilishim bilan GAIlarmi dedingiz? Bu sirli kod edi-ku. Menga yetmagan edingiz-ku. Uzrimda. GAIlarmi ham deysizlarmi? Mayli. Lekin ishimiz bitdi. Sizga ham katta rahmat. Bizning shaharga eng katta tajovuz qilayotgan odamlardan birini, bossni ushlashda yordam berdingiz. Rahmat. Endi boshqa u menga uje adovat ham qila olmaydi menimcha, to'g'rimi? Biz uni qo'yib yubormaymiz. U yetarlicha ayblariga javob berish kerak. Rahmat sizlarga. Bo'lmasam men ketsam ham bo'ladi. Ketsangiz bo'ladi. Endi ehtiyot bo'lib yurishingiz kerak. Nega? Mayli, qo'yavering. Yaxshi yashang. Agar qandaydir muammo bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling. Xo'p, rahmat. Ishimiz ham bitdi. Xo'p. Nomini GAIlar ham himoya qiladi. Biznes ham himoya qiladi bularni. Boss shu yerda bo'lsa kerak. Boss, sen ushaldingmi? Biznesmen, men bu yerdan chiqa olmaydi deb o'ylaysanmi? Balkim chiqa olarsan, men bilmadim-ku, lekin sen bu yerda yetarlicha jazolanasan. Mayli, ko'ramiz. Sen mendan osonlikcha qutula olmaysan. Mayli, boss, kelib turaman har 700 yilda bir. Yaxshi. Bu yerda ham askarlar, bu yerda ham juda ham kuchli himoya qilinyapti. Menimcha shu bossni olib ketishga kelishsa kerak. Men esa uyimga ham yetib borishim kerak. Shu yo'ldan ketishim kerakmidi? Esimda ham yo'q. Yo'l menimcha juda ham uzoq emas. Mana poyezd yo'li, ukam kelgan yo'l. Ukam esa hozir banisada yotibdi. Uning yoniga kirgizishmayapti. Tez orada o'ziga kelsa kerak. Men bir-ikki pullarim ham bor edi. Mana shu qo'ylar ham jonga tegib ketdi bor-ku. Sal chekkaroqda yursanglar bo'lmaydi. Mayli. Qo'y tushunmaydi gapni. Magazinga nima bo'lishini tushunmayapman. Bu mendan olib qo'ygan magazin. Mayli, u magazin sotib olib o'tirmayman, chunki baribir egasi boss, men unday yomon odam emasman. Aytgancha yangi magazinim ham ikkinchi etaj ham bitgan edi. Xo'p, bu yerda yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Savdo ketyaptimi? Sizlarga ham qara olmay qo'ydim. To'xta, men senga gapim bor edi. Do'stim, qara, sen shu magazinda o'zi aslida faqat sotuvchisan, lekin men senga bitta narsani iltimos qilmoqchi edim. Hozir ishlarim juda ham ko'p. Shuning uchun men albatta keyin pul qo'shib beraman. Hozircha ko'p pul bera olmayman. Oyligingni o'sha brat kassadan olasan, arendatordan, chunki uni pulini to'layman men. Va bitta narsa, sen o'zing mana shu yerдagi hamma narsaga hozir qarayapsan, qanday mebel kelish kerak, ular narxi qanaqa ko'tarish, shu hamma narsaga qarayapsan. Bu narsaga senga kattakon rahmat va yana oz muddatdan keyin o'zim hamma magazinlarga qarashni boshlayman va bu magazinni ham kengaytiraman. Bo'lmasam men doxodlarni olib olay. Xo'p. Pulni ko'rganda kayfiyatim zo'r bo'ladi. Xo'p, juda ham yaxshi so'qqa ketdi. Xo'p, $300,000. Qancha?
$33,000 yaxshi. Ikkinchi etash ham bitgan edi. Sizlarga nima bo'ldi? Bilmadim endi. Odamlar ham ko'pda berdi, baribir bilmadim. Skuterim shu yerda ekan, ikkinchi etash ham bitgan va juda ham yaxshi bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Bu yerni men kompyuterxona qilmoqchi edim. Kompyuterlarni ham zakaz qilishgan edi. Qalaysan, yaxshimisan? Produktlarga qara va senga bitta gap, nariga qara. Men nariga magazinga pul qo'yish esimdan chiqibdi-ku. Senga shu bir 800, yana 400 ham qo'yaman. U magazinda ham qandaydir narsa olish kerak bo'lsa, pulni berib qo'y. Hammalar o'zi bir-birlar jigarsizlar-ku. Meni ham juda ham zo'r qilishgan bor-ku. Xo'p, metal qo'yib, ancha mustahkam menimcha. Kompyuter xona. Bu yerni dohoti ham yaxshi bo'lsa kerak. Xo'p, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, biznesmen. Biznesmen demang, meni mayli. Aka desangiz ham bo'ladi. Xo'p, odamlar kiryaptimi? Ha, lekin juda ham ko'p emas, bo'ladi. Demak, biz reklamani ham kuchaytirishimiz kerak. Bo'ldi, bo'lmasam men dohotlarni olaman. Pulni. Yo-mayo, sizlarga bir $3,000 qo'ymasam bo'lmaydi-ku. 3,000 qo'yaveraychi. Qarang, kompyuterga qandaydir o'yin kerakmi? Wi-Fi menimcha yo'q. Wi-Fi yo'q. Men o'z internetimdan ishlatyapman. Yo'q, unday qilmang. Wi-Fi olib kelib qo'ying va internetni ham kuchaytiring. Bu yer ham tezroq odam ko'payadi. Pul juda ham ko'p bo'lib ketdi menda. Salkam $50,000 короче. Bu yerga 500 mana bu musor magazin to'layman. 5,000, 5,500, 5,800. Yaxshi, 5,800 bo'ladi. Magazinchiga shuncha men yomon ish qilgan-ku. O'z qancha to'layardi? 5,800 shunda. Mana. To'g'rimi? Shu 5,800 bo'ladi, to'g'rimi? Damash, 58 bo'ladi. Shu bilan. Tushundim. Matematika kuchli emas, pul bo'yicha-da, lekin hayotda mana bu yerlarda qandaydir, misol uchun o'qishga kirganimda menda matematika juda ham kuchli bo'lgan. Assalomu alaykum. Mana kunlik pulni olib keldim. Xo'p, juda ham ko'p pul qolyapti. 48,000 bilmadim. Meni bir g'oyam bor edi, magazinni kuchaytirish bo'yicha. Nega men piyoda yuribman? Moped. Shu mopedni ham yaxshi belimni muhimi bukaytirmasligim kerak, bo'lmasam yo'q ko'tarib olishim kerak. Yaxshi, zalga borganim ham yordam beryapti. Xo'p, assalomu alaykum brat. Mana men bu olib keldim buni. Xo'p, men yaxshiroq mototsikl olmoqchiman. Buni men sotib olaman sizdan, arendaga emas. Chunki menda pul normal. Mana 2 stak, mana sizga yaxshi qilib benzinni ham solib berasiz. Albatta, men biroz kutib turaman. Tayyor bo'lgan bo'lsa men buni ham ketayveraman. Sizga esa biznesingizga omad. Balkim qachondir bu biznesga ham men raqobat qilsam kerak, bilmadim. Xo'p, bu juda ham tez yursa kerak. Buni haqiqiy mototsikl desa bo'ladi. Bu skuter emas. 12 tezlik, boshlanishi bo'ladi. Men birato'la bekor o'tirmay usta bratni ham chaqirgan edim. Men ko'rmoqchi bo'lgan joy. Xo'p. Tepaga chiqib ketdi-ku bu. Juda ham tez ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Brat, короче, mana shu joyini kattalashtirmoqchi edim. Mana orqa tarafida juda ham katta yer bor. Mana o'zim ham qayta ko'rib qo'yapman-ki, ruxsat olmaganman deb. Shu joyga bu binoni kattalashtirmoqchi edim. Ya'ni juda ham katta qilib, bir kattaroq qandaydir bir texnika sotadigan magazin ham qilsam bo'ladi. Telefon, kompyuter va mebellar. Bu shaharda menimcha bu bo'yicha bittagina magazin bor, shaharga kirish bo'yicha.
Ha, uni ko'rganman va o'shanga raqobat qiladigan, uni ham buzib yuboradigan magazin qilmoqchiman. To'g'risini aytganda magazin emas, buni kattalashtirgandan keyin ikkinchi etajni ham qurishimiz kerak. Birato'la to'g'ri tushunasiz, brat, chunki men biznesni birato'la juda ham katta qilmoqchiman. Ikkinchi etajda esa o'tiradigan joy, kafe va yonida bolalar o'ynashi uchun ham joy ham qilamiz. Ha, bunday qilsak ham bo'ladi. Bo'lmasa men proyektni tuzib, yaqin kunlarda ishni boshlayman. Ha, agar pul bo'yicha desangiz, menda pul bor, bemalol bir normalniy pul bo'lsa kerak. Ha, men taxminimga ko'ra bu magazinni oddiy qilib bitirsak $50,000, yaxshi qilsak $100,000 bo'ladi. Brat, men sizga hozir qarang. 32,000 dollar mana qarang, ushlang mana shu pulni yaxshisidan qilamiz. 32,000 dollar berdim mana sizga. Yana qancha qoldi? 68,000 dollar. Men albatta pulni beraman. Siz bitiravering. Pul yetmay qolsa men sizga beraman. Siz hozir proyekt tuzib normalniy qiling, lekin qarang. Mana bu taxta bo'lgan, ko'ryapsizmi? Bu taxta emas. Buni ham remont qilish kerak, buni ham yangilash kerak. Ichkarisini ham polniy bu magazinni yopib yangilash boshlash kerak. Men oynalarni ham har bitta narsani yangilash kerak. Bo'ldi. Bu taxminan 2-3 oyda bitadi. Ha, bo'ldi, bo'lmasam siz mana shu ishlarni qilavering, men esa siz bilan aloqaga chiqib turaman. Xo'p, bo'lmasam men ishlarni qilaveraman. Xo'p. Telefon qilaychi, yo'l-yo'lakay gaplashib ketsam, vaqt unumli foydalangan bo'laman. Alo, assalomu alaykum, YouTuber brat. Ha, men kompyuterxona ham ochgan edim, uni ham reklama qilish kerak. Qancha dedingiz? Hozir to'xtang. Qarang, brat, 200-300 dollar demang-da. Sizga bitta gapim bor. Sizga mana shu Berto degan butun proyektim bor, bilasiz. Kompyuterxona hamma narsa, Berto do'konlari, Berto hamma narsasi. Xo'p, shu bo'yicha men Berto anaqasini qilmoqchiman. YouTube, Instagram barcha kanalni. Uni siz yurgizishingiz kerak. Men sizga bu kanalingizdan reklama qilishingiz ham kerak, ham yurgizishingiz kerak. Men sizga hozir arrendator brat orqali 3,000 dollar tashab yuboraman. Siz hamma ishni boshlang. Juda ham katta bizga odam kerak, klientlar ko'payishi kerak. Bo'ldi, bo'lmasa men pulni tashab yuboryapman. Charchamang. Bo'ldi, brat, ham gaplashdim. Qarang, YouTuber bratga 3,000 dollar berib qo'ying, brat. Unga berishim kerak edi o'zi. Juda ham yaxshi, savdo ham juda ham yaxshi bo'ldi. Endi mening hayotimga bo'g'iz aralashmasa, men yanada kuchayib boraveraman. Ha, kuchayib ketaveraman. Xo'p, telefon deganimga, qana bir Apple do'koniga kiraychi. Xo'p, eng yaxshi. No, 800 dollarga XR bo'ladi. 800 dollar pulni tashab yuboraman, bo'lmasam mana shu brat orqali tashlayman-ku. Brat, qarang, iPhone do'koniga men hozir 800 dollarga zakaz berdim. Mana 800 dollar, uni ham to'lab oling. Dostavka bo'lib kelishi kerak. Men ancha ishni bitirib qo'ydim. Men uje bugungi kun uchun biroz dam ham olsam bo'ladi. Uyda biroz qiladigan ishlarim bor edi. Uyning mana bu dizaynini almashtirishim kerak. Bo'lmasam men mana shu ishlarni qilaman.